أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz bugün sözlemek bolganımız İmam Zabidi rahimahullah yazgan Et-Tecridus Sarih li Ahadisi Cami'is Sahih namlık İmam Bukhari rahimahullah yazgan Sahih Bukhari'nin kıskartılması. Bu şu kitapның ikinci dersi keldik bugünkü sözlemek bolganımız. Biz bunundan ilgili dersimizde bu kitapta hakkında kıskaça düşünce ve İmam Bukhari rahimahullah üzerindeki Sahih kitabı da keltirgen birinci hadisinin şerhisini sözlep ötken edik. Emdi bugün sözlemek bolganımız ikinci hadisinin şerhisi, ikinci ve üçüncü hadisin şerhisi inşallah. Emdi biz bugünkü dersimizden başlayıp biz şu kitabın kaidesi boyunca ravilarının isimlerini şu sahabeden başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve bivasıta rivayet kılan sahabeden başka ravilarının isimlerini tilga almayımız ve hadisinin mezmunundan sözlep bitip gittiğimiz istilahil hadis bilimlerini mi eğer doğru kep kalsa da bitip gittiğimiz olmasa yani kıskartışıyorsidin biz kıskartışıyorsidin bu kitabını tanıgan şu sebepten hadisinin mezmununu asas kılıp mağımız. An Aişete ummil mu'minin radıyallahu anha أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي أم المؤمنين عائشة صديق رضي الله عنها şundak rivayet kılıdı ki ya ki anda her kanda çağda an kelse bir yerde ruviye an bu anga ruviye degan bir fiilni takdir qilamiz. Yani ko'nglimizda ruviye deb bir fiil bor deb o'ylaymiz. O chaqda ma'no etilganda Aisha ummul mu'minin radıyallahu anhadan şundak rivayet kılıngan ki Haris ibn Hişam radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap fakal mundak dedi. Ya Resulallah keyfe ye'tikel vahyu özlerge vehi kandak kelidi o. Biz bunundan ilgili derste, birinci derste vahinin her xil türlerini tuluk tefsiri söylep ötken edik. Emdi bugünkü derslerde vahiynin haletleri tefsir haleti birden aldığımız keledi. Biz ilgili söylep ötken umumi cihetin söylep ötken vahiynin şekillerinin bir kısmı bir yerde tefsiri haleti keledi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. Ahyanen ye'tini misle salsalatil cerasi bazıda bana vahiy qo'ng'iroqning jirinlagan ovoziga o'xshash keladi. Va huwa ashadduhu alayya bu qo'ng'iroqning ovoziga o'xshab kelgan bu vahiy menga kelgan vahiyning ichidagi eng ig'iri, eng qiyini. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. Emdi bir yerdeki yufsamu degan rivayette üç xil rivayet kelgan. Biri feyefsimu anni. Yani biri feyufsamu anni. Yani biri
feyufsimu anni. En meşhur rivayet feyufsimu. Endi mavu tecrid-i salihta feyufsamu anni degan rivayetni asas qilibdi. Yani feyufsimu anni, feyufsamu anni olsa ikkisi o'xshash bir ma'noda bo'ldi. Chunki feyufsamu anni degan yufsamu degan yani yufsimuning mechul şekli. Yafsimu olsa bu çağda sulasi mujarrad babıdın yafsimu. Yufsamu olsa sulasi mezid babıdın buludu. Yani ma'no o'xshash. Ma'no o'xshash. Ma'noda farq yo'q, lekin iboratda o'qilishda farq bor. Bunun ma'nosi fayufsamu anni ve qad va'aytu anhu ma qal. Mendin u vahiy yani qo'ng'iroqning ovozidek kelgan bu vahiy üzülüdü ve kad ve'aytu anhu ma qal degan. Vaholanki men u perişteden yani bana vahiy olib kelgan perişteden onun degan so'zini ve'aytu degan yani hafizu degan bo'ldi, yani yodlab bo'lgan bo'laman. O nima desa, o degan vahiylarni degan oyatlarni men yodlab bo'lgan bo'laman. Ve ahyanan yetemassalu liyal meleku raculan. Yani bazı çağlarda heliqi perişte yani bana vahiy olib keladigan perişte bir adamning suratida keladi. Bir adamning suratida keladi. Bir adamning suratida kelib feyukellimuni fa'a'i ma yaqul. Bazıda bana heliqi perişte bir adamning suratida kelib bana gap qiladi fa'a'i ma yaqul degan bu yerdagi ma masdariya yani ma'dan keyin kelgan fe'lni masdarga aylantirib o'tadi. Shunga ma'nosi fa'i qavlahu degan bo'ldi. Yani men u farishtaning so'zini yodlab olaman. Ba'zi chaqda men hali farishta bir odamning suratida kelib menga gap qiladi. Ondan men uning so'zini yodlab olaman. Qalat Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha deydi ki وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. Ayşe radıyallahu anha mundak dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge intayin qattiq suvoq bo'lgan bir kunda vahiy tushayotganligini men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge intayin suvoq qattiq bo'lgan bir kunda vahiy tushayotganligini ve halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek pişanilerinden terler ekvatkan halette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vahiy üzülgenlikini gördüm deydi. Yani yeni bir kıtım tekrarlay. Men intayin qattiq suvoq bo'lgan bir kunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy tushayotganligini fa degan ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin pişanisidan ter eqiyotgan holatda Peygamber aleyhisselamdan vahiy üzülgenlikini ko'rdim. Yani bunu demek çoğunu Ayşe radıyallahu anh demek çoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge tushgan vahiyning intayin ig'irligini, vazninin ig'irligini, qiyinligini, hayvetining qattiq perişti ve küçükken periştinin hayvetining nahayt katta ekanligini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmet üçün şundaq ig'ir qiyinchiliklarni hammaga bardoshlik berib ümmet üçün qat'iy irodada turganligini u vahiy kelganda shundaq olam so'q kundimi talab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan talash emas balki eqib ketadiganligini bizga so'zlab beryapti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci hadis. Hem de üçüncü hadis.
Ayşe Sıddık radıyallahu anh, üçüncü hadis mi? Ayşe Sıddık radıyallahu anh rivayet kılgan hadis. An Ayşe radıyallahu anha enneha qalet. Ayşe Sıddık radıyallahu anhadan rivayet kılıngan ki, yani şundak rivayet enne dep gelse, annen kenedin an Ayşe radıyallahu anha enneha qalet de bundak enneha dep gelse, yani Ayşe radıyallahu anhadan şundak rivayet kılıngan ki qalet uzat mundak digen. Evvelu ma budi'a bihi sallallahu aleyhi ve sellem minel vahyi er-ru'ya salihatu fin nevmi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge vahiynin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge başlangan vahiynin en evveli ru'ya salihatu fin nevmi diyen uykudaki rast düş idi. Uykudaki rast düş idi. Hem de bir yerde dikkat geçtiriş bir yapma. Nemiş ki bir yerde uykudaki rast düşteydi o. Düş diyen tabi ki uykuda olmamdı o. Rast düş idi desilikinde maksat hasıl olmamdı. Uykuda dep alayda kıstırıp, kayıt kılıp kıstırıp koşunun ne mi paydası var bir yerde? Düş diyen tabi ki uykuda bulduğun dursa. Dese, Arap tili bizim Uygur tilimizde düş diyen uykuda olan bilen Arap tilideki bu ru'ya diyen gap eğer de bu bir Arap tilde devamlı sözden ait köçme şekilde ve hakiki şekilde işletilip karşı intayın köp. Eğer ta el merbuta, ta'yı merbuta olan ru'yetun dep gelse, bu ru'yetul ayn, yani köz düküleş, çü düküleş demez, köz düküleş diyen budu. Eğer de elif met ulen ru'yah dep gelse, bu çağda köz düküleş demez, çü düküleş diyen budu manası. Yani kalp bilen düküleş, çü düküleş diyen budu. Kad saddaktar ru'ya dep mesela ayet kelimeli gelgen. Hem de bazı vakitlarda mecaz yolu bilen, yani mi da hakikat yolu bilen demez, mecaz yolu bilen, yani köçme şekilde, köçme yolu bilen ru'ya diyen gap ru'yetun, yani ru'yetul ayn, közlü köygen gibi işletilip atkaş var. Hakiki mani işletilmey, köçme mani bilen ru'ya dep gelse bunun manisi yani közlü küreş. Anda çüdü küreş emez, közlü küreş dep mani etilip katkan iş var. Şunda mani etip atkan ihtimallık boğandiken şu ihtimallık ne? Şu ihtimallıkın aldığını eliş için bir yerdik kögene Peygamber'in öz küzden kögen emez belki çüdü kögene bakma dep şunu eski etmekçi bizge. Ayşe Sıddık radıyallahu anh'a. Şunun için fin nevmi dep kıstır koşnik ki hikmeti şu. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ şunda olgan diken yani fa diyen gap hem de bu fa-i tefsil yani bu şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en deslepte başlangan vehinin en deslivi rast şu olgan diken kâne la yara ru'ya illa câet misle felakis subuh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kandak bir düşne görmekti illa câet misle felakis subuh. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kandak bir düşne yani her kandak bir düşne körsüla misle felakis subuh. Tan atkandakla Tang nuruga okşaşlı kiletti deydi. Tang nuruga okşaşlı kiletti. Felak subh diyen yani dıya subh diyen bu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çüne bunda iki xil şekilde kiletti. Bir yerde tang nuruga okşattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki çüne tang nuruga okşattı. Bir yerde o'qishtiruvchi nima o'qishtiruvchi bo'lsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çi.
o'qishtilinguchi bo'lsa tang nuri. Endi bu o'qishtilguvchi bilan o'qishtilinuvchining o'rtasidagi o'xshish tarafi qaysi desa, ikki xil tarafi bor. Bir tarafi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tush ko'rsa, xuddi tang nuri hammalarga ochiq oshkora ayon bo'lgandek. Chunki tumtalik kecha qorong'udan keyin tangning nuri oppoq shu kun chiqadigan sharqdan tangning nuri oppoq oshkora hammadan ko'rinadi tabiiyki. Hammadan ko'rinadi. Xuddi yani uchiq ko'rinadi, yani uchiq ko'rinadi. Shunda uchiq ko'ringanga o'xshab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tush ko'rsa, intayin uchiq ko'radi. Anda tutuq emas, g'o emas. Ko'rgan shuni unutib qolmaydi, bak tafsili ko'radi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Biri o'qishda buni biri ma yeni bir tarafi bo'lsa qolsa desa, yeni bir tarafi tang atqanda zulmat qorong'udan tangning nuri hammalarga oshkor bo'lgandek, uchiq shu odamning oldiga oshkor bo'lgandek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tushimi oldiga shunda uchiq keladi. Payg'ambar sallam tush ko'rsa, shu ko'rgan tushi payg'ambar sallamning oldiga amaliyotdimi ko'rgandek o'z ayni tang nurida uchiq keladi degan bo'ldi. Summa hubbiba ilayhil khala'u. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga odam yo'q, yolg'iz, odam yo'q joylarda xoli bo'lish, ya'ni yolg'iz o'tirish, yolg'iz bo'lish yaxshi ko'rilib qoldi. Yaxshi ko'rilib qoldi. Ya'ni endi bu yerda hubbiba deb yaxshi ko'rilib qoldi deb bu fe'lni majhul shaklda keltirildi. Amaliyotda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xilvatni, ya'ni odam yo'q joyda xoli o'tirishni yaxshi ko'rsatgan zot kim? Tabiiyki Alloh jalla jalaluhudir. Nima uchun bu yerda Alloh taolani uchiq tilga olmay hubbiba degan payg'ambar sallamga xilvat yaxshi ko'rgizildi, yaxshi ko'rsatildi deb bunday majhul shaklda bayon qiluvdi desa, chunki Siddiq radhiyallohu anhu onamiz mu intayin arabcha balog'ati, arabcha fasohat intayin yuqori bo'lganligi uchun, chunki arab tilidagi fasohat qoidasida muqtadal hol, fasohat degani nima desa, shu holatning taqozosi nimani talab qilsa, shuni uyg'un so'zlash degan bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy uchuq bunda shu orqali keldi. Lekin uchuq umudi kelmaganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki diniy ishi uchuq oshkor bo'lmaganligi uchun bu vaqtida Alloh taolaning gapini, Alloh taolo xilvatni yaxshi ko'rdi desa, ya'ni shu muqomga ancha munosib kelmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolani haqiqatan shu vahiy uchuq kelmaganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan taqdirda hech kim, payg'ambar sallallohu boshqa hech kim bilmaganligi uchun shu sababdan bu yerda hubbiba, ya'ni yaxshi ko'rgizildi, yaxshi ko'rsatildi deb Alloh taolani majhul shaklda keltirsa, uni keyin vahiy gap bo'lgandan keyin uni keyin oshkor shaklda keltirsa, intayin yana bu shu holatga aytib uyg'un kelgan bo'ladi, ya'ni holatga uyg'un so'zlash. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira g'arida xoli bo'latdi. Ya'ni yolg'iz turatdi. Fayatahannathu fihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira g'arida xoli bo'lib fayatahannathu fihi, ya'ni Hira g'arida ibodat qiladi. Xo'sh, endi mushada intayin inchga bir mazmun bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar alayhisalom bu payg'ambarlik kirishdan burun bir Hiro g'arida qanday ibodat qiladi? Desa, buni Siddiq radhiyallohu anhu yoki Imom Zuhri shu hadisning raviylaridan birisi shu tahannus deganni o'zi sharhlab deydiki, izohlab tahannus degan ta'abbudul layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi. Ya'ni o'zining oilasiga qaytishdan burun
sanaqlıq günlər yani anda sanuva. Bir günüsü bir tüp gelsin, mançı gün tüp gelmez. Yani sanaqlıq, məlum sanaqlıq günlər keçelerde ibadet kılış. Özünün əhligi qaytmay deməkçi. Özünün əhligi qaytmay sanaqlıq günlər keçelerde ibadet kılışını tehannus deb atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ibadet kılattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik kelmegen bu şekilde qanday ibadet kıldı dese, birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nima qildi? Şu beşida andasat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e umudu kelmesi vahiy şu arqali keldi. Şu arqali kelgan vahiylerde Allah Teala tarafından bir g'oyibani bir kuch Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni şu xilvatga, yani Hira g'oridan iborat şu odamzot yo'q xoli makonga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni o'ziga tortib turadi, o'ziga tortib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ixtiyorsiz holda şu xilvatni yaxshi ko'rib qoldi. Şu xilvatni yaxshi ko'rib qoldi. Çünkü bu bir ilahi ilham idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve bu xilvatni yaxshi ko'rib qolish uchun o'zligidan bo'lgan bir havoyi havasi bo'lmasdan ilahi bir ilham idi. Allah Teala tarafidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilham kılınan bir güç idi. Birinci. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy şu arqali başlanıp bo'lgan peygamberlerin tüşü berhaqdır. Yani o'xshash. Umudu kelgan vahiy bilan tushida kelgan vahiy o'xshash. İbrahim aleyhissalatu vesselam mu tushida İsmail aleyhissalamni bo'g'izlab ko'ydi. Qala ya bunayya anni azbahuk. Balam, men seni tushimda bo'g'izlab tushyaptimi balam? Endi senin qanday qilsak bo'ladi deganda nima dedi? İsmail aleyhissalam dedi ki, ata, özü tushida nimaga buyurilgan bo'lsa shuni qilsizlar dedi. Shuni bilan bu ikkilan Alloh taolaning amriga bo'ysunib, İsmail aleyhissalamni İbrahim aleyhissalamni yatqizib va tallahu lil jabin degan dum yatqizib pichoqni shundoq shu endi surib tayyor bo'lib turishi shu vaqtda Alloh taoladan qad saddaqta ru'ya, ey İbrahim, sen ko'rgan tushingni ishga oshirding, amalga oshirding. Amal qilgan bo'lding, meniki imtihonim o'tding degan rivoyat shu chaqda keldi. Shu oyat shu chaqda keldi. Mana shu payg'ambarlarning tushimi umudiga kelgan vahiy bilan o'xshash. Biz qolgan normal kishilarning tushiga o'xshamaydi. Endi Peygamber alayhisalom nima shadiki, mush xilvatda o'tirishimi, anda bir odatda Peygamberlik için bu gapni hesap emaslik olamaydı. Xilvatda o'tirishmi kuchiga. Endi ulamalar bu xilvatniki bir qancha hikmetini so'zlab o'tgan. Biz ulamalarniki shu xilvatning hikmetini so'zlab o'tamiz. Har qanday bir odam men diniy xizmat qilaman degan yoki Alloh taolo tarafidan menga bir fayzi futuhat kelsa bo'ladi. Men ibodatlarimda intayin xushu bilan nəhayət Allah Teala ixlas bilan ibadet qilishdan ibaret bir katta faziletni qo'lga keltirsam bu shuni erishsam bu degan adam va men ummatlarni islom yo'liga da'vat qilsam bu mening da'vatim ta'siriga kuchga ega bo'lsa bu degan adam chuqum Allah Teala bilan bir xoli bo'lish kerak. Allah Teala bilan yolg'iz hech qanday band yo'q bir yerda yolg'iz o'tirib Allah Teala'ga yolg'iz o'tirib zikr qilib Allah Teala'nın katta kudretleri hakkında fikir tefekkür yürgüzüp Allah Teala bilen ma'lum muddet xilvatda o'tirish kerak. Xilvatda o'tirish kerak. Bulup mu talibul ilim o'qiyotgan talibul ilim mushu Allah Teala bilen bo'lgan mushu xilvatini talibul ilim tashlamaslik kerak. Nimishqa? Talibul ilim davomli ilim o'qiyman deb nəhayət yaxşı ilimlərini oxuydu. Oxub ən mühim bo'lgan bir işini Allah Teala bilan bo'lgan aloqa, kuchli quyuq aloqani unutib qoladi. Shu sababdan talibul ilmniki qalbi qetib qoladi. Shunga ba'zi vaqtlarda sen shunday qarasang, o'qimagan bir turk odam masjiddan qolmaydi. Turk odam ibodatlarni shunday sunnat bilan to'liq qilib olsa, o'qigan bir olim talibul ilmidan birisi bu nafli ibadetlerge ko'ngil bilmaydi, masjidlarga chiqmaydi. Hatta onun siz nima chiqmaysa sizga hadis so'zlab beradi. Bu nimaning alomati desa, bu qalbning qitib qolganligining alomati. Nimishqa? Chunki Alloh taolo bilan bir alohida bir aloqa bog'lamay, endi xilvatni bog'lamay, xilvatda Alloh taolo bilan bir xoli
alayda bir tayyorlikdan o'tirdigan bir vazifalar talib ilmimizga muqim wird qilib vazifa qilib o'qiydigan o'zining zikrlari, tasbihlari, ibodatlari Alloh taolo bilan ay bunda xoli patpat xoli bo'lib o'tirib boshqa baxtlardan üzülüp faqat bir Alloh taologa munojat qiladigan munojotlari bo'lmagan talib, yolg'iz ilm bilan tayangan talib nima bo'lib qoladi oxirida buning qalbi qetib qoladi. Qalbi qetib qoladi. Va hattoki ba'zi chaqlarda bundaq olim bara ilm o'qib amalsiz olim bo'lib qolib ezib ketadi, boshqalarni ozdiradi. Al-iyad billah. Shuning uchun talib ilmiga eng muhim bo'lgan ish o'zining ishini xilvat bilan boshlash kerak. Ya'ni bütün mahluqlarni tashlab, bütün mahluqlardan üzülüp, bir Allohga esilib, bir Allohga munojat qilib, o'zining sirini Alloh taologa aytib, Alloh taolo bilan nima qilish, munojat qilish Alloh taologa o'zining barliq dardini aytib, faqat bir Allohga qarab o'ziniki iltijosini qilib, ko'nglidagi boshqa dunyoning hamma halakchiligini chiqarib tashlab, Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasini chingitib bog'lab, undan keyin ishini boshlasa, bu buning o'qigan ilmi buningga ta'sir qiladi, manfaat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima qilgan? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu bandalardan, bütün bandalardan üzülüp Alloh taolo tarafiga yolg'iz hech qanday bir dunyoning g'alg'ashlari yo'q yerda fikrimiz sap, zikrimiz sap bo'ladigan yerda Alloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ibodat qilgan va vahiyga shunday tayyorlik qilgan. Yani ulamolar deydi, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xilvatda turgani shu nima edi? Ramazonda edi. Har yili Ramazonda edi, Ramazonda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karim tushgan vaqtmi Ramazon. Chunki Alloh taolo nima deydi? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'oni Karimda Laylatul Qadr kechasi tushirdik deydi. Ramazonda bu Jibril alayhisolamning bu kelgan vaqtining o'zi Laylatul Qadr kechasi edi. Laylatul Qadr kechasi edi. Ramazon bo'libmi Laylatul Qadr kechasi edi deydi. Shuning uchun bu xilvatniki eng yaxshisi 30 kun. Eng xilvatda o'tirmoqchi bo'lgan odam, men o'zimni qalbimni bir Allohga saqlasam bo'pti. Dinning xizmatiga o'zimni atsam bo'pti. Men tuzuk bir dinga tuzuk kirsam bo'pti degan odam xilvatda 30 kun. 30 kun xilvatda o'tirish kerak. 30 kun odamzat yo'q bir yerda yolg'iz Allah subhanahu va taolo va taqaddasga yuzlanib, iltijo qilib, Alloh taologa zikr etib, o'zining zikrlarini, Qur'onlarini, tasbihlarini aytib, qattiq ibodat bilan hammasi shu tahajjud, namozlarning sunnatlarini o'qib, intayin boshqalar bilan hech qanday yolg'iz olgandan keyin boshqalar bilan paranglashmaydi. Telefonlarini hammasini itib o'tib, telefonlarini butun dunyodan üzülüp 30 kun xilvatga kirib tayyorlik qilgandan keyin undan keyin chiqsa buniki ilm o'qish bo'lamdi va yoki boshqalarga da'vat qilish bo'lamdi va yoki taat ibodatni ixlos bilan qilish bo'lamdi. Har qanday ishlarda buning qalbi sap suzuk bo'lib, uniki Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasi quyuqlashadi, chingiydi va bog'lanadi. Mana mush xilvatning dalili mush hadisdir. Endi boshqalar so'zliki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu xilvat degan vaygirishdan burun desa, ma'lum hadisning 5-da so'zlab o'tgandek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tushida kelgan vahiyga hisob, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xilvatni hargiz o'zi chiqib solgan emas, Alloh taolo tarafidan ilhom bilan kelgan bir vahiy edi bu xilvatmi. Bu xilvat ya'ni kuchga ega. Ilhom kuchga ega. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه فيتزود لمثلها. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira g'arida xoli yolg'iz bo'lib kechalarda, yani sanaqlarga ega kechalarda ibodat qiladi. Fayatahannas degan. Ve yetezevvedu lizalik degan ve yana şu qancha kun, yani 30 kun tumoqchi bo'lsa Hira g'arida, şu 30 kunlik
yeydigan uzuq tülüklerini elib alatdı. Lizalik yani aşu ibadeti üçün, aşu sanaqlıq günlər kılıdığan ibadeti üçün yetküdek yetezevvedu diyen uzuq elib alatdı. Meyadki ve yetezevvedu yaxlu diyen filgı adf yani yaxlu fe yetehannethu ve yetezevvedu diyen. Ve yetezevvedu lizalik. Emdi bir yerde seferge çıkan adam, Allah yolunda seferge çıkan adam uzuq tülük eli böyleşe her kısmı Allah Teala'nın tevekkül kılışqa karmı karşı işemez. Allah Teala'ga tevekkül kılışqa karmı karşı işemez. Belki tevekkülünün üzü. Andın. Bir yerde mağan adam uzuq tülük eli böyleşe digen tevekkül kılış karşı işemezsin. Belki tevekkülünün üzü, belki üzündeki muhtaçlıkını yani biz tamak yemek içmek muhtaçlıkını üzünün bendikellikini izhar kılış. Üzünün acizkellikini izhar kılış. Herkes mu Allah Teala tevekkül kılmalı emez. Allah Teala bu şey akıdı Kur'an-ı Kerim'de ve tezevvedu fe inne hayra zâlit takva. Uzuq elevelinla en yaxşı uzuq takvalık dedi. Yani Yemen ehli hecge gitken hecge kelip tamak mı ama hiç mi ama ekip hecge ben tilemcilik kıldı gitken onu biz nahnu mutevekkilun da kapıştı. Biz tevekkül kılışı dep. Şu vaxtda da Allah Teala uzuq qap kidanlar. Həcə gələ uzuq qap kidanlar deyir. Yəni Allah öyle hər qandar bir səfərə çıxmaq çox Allah şu səfərə yetküdə uzuq tülük, xiracət hasıl bolğanda çıxış kerak və el veriş kerak. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmninki sünnəti və hər qismi təvəkkülgə qarşı emas. Thumma yerci'u ila Xadicete. Andaki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni şu ma'lum müddet xilvatda oturup bolgandan keyin Hadice radhiyallahu anhaga qaytib feyetezevvedu limisliha. Yine şu qancha kun turgan bolsa, yani şu kunga o'xshash yetkidek uzuqni elib yine chiqadi degan bo'ldi. Yana shu ag'arishlarga chiqadi. Ahvol mush tariqada davomlashdi. Xo'sh. Hatta ja'ahul haqqu ve huve fi ghar Hira. Yani ta ki bu ahval qachongacha davomlashdi? Ta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gâr-ı Hira'da tuğan haletide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hakikat yani vehiy kelgenge kadar ahval müşterikide davamlaştı. Feca'ahul meleku faqal. An Peygamber fa tafsil yani emdi qanda oldu ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vehiy kelip qanda oldu dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vehiy kelip bundak oldu tüvendik dedi yani. Feca'ahul melek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge heli pelişte yani vehiy epkelediğin pelişte yani Cibril aleyhissalatu vesselam geldi. Kelip faqal mundak dedi. Kelip dedi ki ikra oku dedi. O Cibril aleyhisselam kelip oku dedi. Fakat ikra yani oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ma ana bi qari. Ben okuyucu emasman degan yani ben okuyalmayman. Okuşu bilmeymen demekçi. Ben okuşu bilmeymen dedi. Kal uperişti dedi. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَهْدَ. Beyadı ki cehde degen de 4 xil ibaret oquştur. 4 xil şekilde oquş durus. Biri belaga minnil cehde de oquş. Yani böyle belaga minnil cehdu da oquş. Yani böyle belaga minnil cuhde de oquş. Yani böyle belaga minnil cuhdu da oquş. Yani bunun 2 xil ma'na var. 2 xil ma'na. 4 xil ibaretde 2 xil ma'na. Yani eğer فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَهْدَ desek yani o perişte beni tutup فَغَطَّنِي diye beni qattiq sıktı. Ta ki belaga minni diye o perişte beni cehde diyen gep qattiq muşakkatga yetkizdi. Yani o perişte bana qattiq qiyinchilik ne yetkizdi deydi. Bu perişte mana shu siqish orqali men qattiq qiyinchilikni yetkizdi, qiyinchilikni elib keldi. Yani qattiq meni qiynadi, bu perişte meni siqish orqali meni qiynadi degan ma'no bor. Jahda deb o'qsa. Agar jahdu balagha minnil jahdu desak, u perişte meni qattiq siqdi, shuning bilan mendagi xafalik
qattiq yetitgan eng yuqori seviyasiga yetdi. Meni qiynalishim shu siqilgan odam qanchalik qiynalsa, shu seviyaga, shu darajaga men yetdim degan bo'ldi. Yani o'xshash, yani demak, ma'na o'xshash. Yani bu farishta meni qattiq bir siqdi, men yani qattiq qiynaldim. Hatto nafas ololmag'day darajada qiynalib ketdim. Summa arsalani. Ondan keyin meni qo'yib berdi. Endi bu farishta nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qattiq siqdi desa, yani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hozir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustiga olmoqchi bo'lgan bu payg'ambarlikdan iborat bu mas'uliyat intayin ig'ir mas'uliyat. Buning uchun eng dastlabda tayyorlik bilan bo'lish. Yani eng dastlabda tayyorlik qilish andada da qizig'im bo'g'day. Andada ishmiki deb andaq odatdagi ish emas, har qanday bu yo'lda kelgan har qanday mushaqqat, baloy, ofat, qiyinchiliklarga bardoshlik beradigan qat'iy iroda bo'lish. Shuni o'rgatish uchun eng dastlabda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siqdi bu farishta. Shuningdek bizning ilgirki ahli ilm ustozlarimizmi vatanlarda o'qib kelgan bo'lgan dastlabda biroz qattiqroq ching tutdi ekan. Nimishqa bu buniki irodasini tavlash uchun, irodasini tavlash uchun. Dastlabki bir o'z qattiqchilikqa sabr qilib ketadi, keyin o'qib ketadi deb. Endi bu da aksichi bo'lganda desa 5 ta o'zi yap qilib va nihoyat dastlabki kelganda nihoyat yaxshi muomala qilib, keyin qattiq muomalaga aylanib qolsa, dikkiday yerim yo'l kelib bo'lganda uchoq bir ziyon tortib ketib qoladi. Dastlabki qattiq muomalaga uchirsa, ketadi qoladi, dastlabki ketadi, ketmaydi qoladi. Qattiq muomalaga uchirganda ketmagan odam keyin yaxshi muomalaga uchirganda tabiiy ketmaydi. Xuddi shuningdek mishadmi bu farishta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu payg'ambarlikning mas'uliyatining ig'irligini, buningga har qanday bu yo'lda har qanday azor yetsa, bardoshlik bilish kerakligini bildirish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siqdi. Faqal u farishta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni siqib qo'yib dediki, "Iqra, o'qi" dedi. Qult. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi, men dedimki, "Ma ana biqari." Men o'qiy olmayman dedim. Fa'akhadhani faqattan andin meni ikkinchi qatim siqdi. Hatta balagha minnil jahda. Hattoki bu farishta meni siqib menga qattiq mashaqqat yetkazdi. Summa arsalani andin keyin meni qo'yib dediki, "O'qi" dedi. Faqultu, men dedim, "Men o'qiy olmayman" dedim. Meni uchinchi qatim tutib siqib andin keyin qo'yib dediki, "Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min 'alaq. Iqra va robbukal akram." Seni yaratgan Parvardigarning ismi bilan o'qi. U Parvardigar insonni qon parchasidan yaratdi. O'qi. Sening eng hurmatli Parvardigarning ismi bilan o'qi. Degan mana shu oyat nozil bo'ldi. Endi mushu İbn Tefsir el-Beydavi namlı tefsirde ve Allame Zemahşeri üzerine Keşşaf namlı tefsirde İmam-ı Nesefi üzerindeki tefsirde Bismillahirrahmanirrahim'deki diye ayetinin tefsirde bu sözler ötken ki Bismillahirrahmanirrahim diyenin manası Bismillahi akra diyen bu manası. Ben Allah'ın ismiyle okumakçı olan ayetimde başlayayım diyen bu akra diyen fiilini keyniga taqdir qilamiz deydi. Keyniga taqdir qilamiz deydi. Agar birisi so'rab qolsa, "Amisi iqro bismi robbikallazi xalaq" degan oyatda iqro degan fe'lni beshiga kelibdi, siz nima ish keyniga keldingiz desa, biz deymizki, ma Bismillahirrahmanirrahimda Bismillahni oldiga kelishimiz, Bismillah degan isim xoslikni, Bismillah degan ismning xosligini ifodalamoqchimiz bu yerda. Ya'ni Allohning ismi bilangina boshlayman deb. Chunki mushriklar shu vaqtida ish boshlasa butlarning ismi bilan, butlarning ismidan tig'ilib boshlaydi. Shu sababdan musulmonlarga shu ta'kidlanganki, Allohning ish boshlasa
butlarni ismi bilan emas, faqat bir Allohning ismi bilan boshlayman degan ma'noni bildirmak uchun iqro degan fe'l keyniga bismillah degan fe'l oldiga chiqsa, shu ma'ni ifodalanadi. Ammo iqro bismi robbikallazî xalaq iqroning 5 ta kep qilishi nima uchun oldiga kep qilganisi bu yerda iqro, ya'ni anda bu yerdagi muhim bo'lgan masala o'qish edi. O'qish. Oyatdagi muhim bo'lgan masala Alloh taolaning ismi bilan boshlash edi. Bu yerdagi muhim bo'lgan masala o'qish, ya'ni o'qu. Iqro degan gap, ya'ni o'qu degan bu. Bu yerda o'qish intayin muhim. Shuning uchun bu yerda sen Jibril alayhisolamdagi 3 qatim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni bilmasin, o'qu degani nima deganlik emas. Sen bir oyat o'qu demoqchi emas. Chunki payg'ambar alayhisolamga oyat nozil bo'lmaganda o'qig'ili. O'qu nozil bo'lmagan oyatni o'qimaydi, lekin demoqchi o'g'ini sen o'qu, ya'ni turk bo'lib qolma. Shirkdan iborat, kufrdan iborat, bilimsizlikdan iborat bu jaholatdan sen qolma, sen o'qu, bilim egallar demoqchi. O'qu. Ya'ni men sana ilmni yutib qo'yma, sen o'qishga tayyorlan degan emas. O'qishga tayyorlan. O'qishga tayyorlan degan bo'ldi, buni ma'nosi deydi. Shuning uchun o'qish intayin muhim. Bizning islom dinimiz o'qu degan gap bilan boshlangan. Shunga har bir bilimlik odam bo'lamdi, bilimsiz bo'lamdi, o'qigan kishi bo'lamdi, o'qimagan kishi bo'lamdi, ayol bo'lamdi, ayol bo'lamdi, cho'ng bo'lamdi, kishi bo'lamdi. Bu dinimiz o'qish bilan boshlangan. Har bir odam o'qishni tashlab olsa, bu din tashlanib qoladi. Bu dinning taraqqiyoti o'qish bilan. Har bir odam o'qishi kerak. Xizmat o'rnida o'qishi kerak. Xizmatchi xizmat o'rnida, tijoratchi tijorat o'rnida. Türk adamni cho'ngib qolganlarmi, ayollar o'zining oshxonasida, otalar o'zining bolalarini tarbiyalagach, har bir kishi, kichiklar o'zining maktablarida, uylarida, har bir kishi, har soatda kishilar o'zining sohasida o'qishi kerak. O'qishni tark etmaslik lozim. Uning hech qanday nima yo'q. O'qishni tark etishga har qanday bir musulmonga nima yo'q. Özrü yo'q, özrüsiz qabul qilinmaydi. O'qish deganlik har xil usulda bo'ladi. Shunga hozir bizmi shu hammalarga, har xil sohadagi kishilarga o'qish oson bo'lsin deb bizmi nima qilyapmiz? Bundaq sotsial medialar orqali bilimlarni tarqityapmiz. Hammalar o'zining xizmat o'rnida turib nima qilsin? O'qisin. Shoferlar mashinist haydab ketib o'qisin. Quloqlariga samma, ish qilib turgan sammalarni anglag'ich, tinchig'ishlarni saqlab o'qisin, tinchsin deb biz shuni yo'llayapmiz. Boshqalarmi anglab bersanligini bo'ladigan ish bor, boshqa ish yo'q. O'qish kerak. Faraja biha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yarjufu fuaduhu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu oyatlar bilan qaytdi. Yarjufu fuaduhu degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuraklari titrab ketdilik. Suqab gupildab suqab ketdilik. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwaylid radhiyallohu anha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam onamiz mu'minlarning onasi Khadija binti Khuwaylid radhiyallohu anhaning qishig'i keldi. Kirib faqal dediki zammiluni meni yogab qo'yinglar dedi. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni taki payg'ambar alayhisolamdan qo'rqinch ko'tarilib ketganga qadar yogab qo'ydilar. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xadija radhiyallohu anhaga bo'lib o'tgan xabarlarni xabar bergach mundaq dedi. Laqad khashitu ala nafsi. Men o'zimdan ansirab qoldim dedi. Ya'ni bu men o'zimdan ansirab qoldim deganning ikki xil ma'nosi bor. Ikki xil ma'noga ehtimolli bor. Biri, ya'ni men bu qattiq degan baqatni qo'rqib ketdim bu farishtadan. Baqatni qo'rqib ketdim. Men ma qo'rqinchda ulab qolam demanki, kasalab qolam demanki deb ansirab qoldim degan bir ma'nosi bor. Yeni bir ma'nosi ehtimolli qo'rqmani ma'nosi bo'lsa, ya'ni men bu yük, bu mas'uliyat pek ig'ir mas'uliyatga, bu payg'ambarlikning mas'uliyat. Bu mas'uliyatning hududini chiqolmasmanmi deb ansirab qoldim. Ondan deb shunday dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikki vadim. Ya'ni ikkinchisi kuchliroq deb o'ylayman men. Bu to'g'riroq deb o'ylayman.
Hadice radıyallahu anha dedi ki kella vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Hadice Kubra radıyallahu anhu şundaq dedi ki kella degan yo'q, hargiz undaq olmaydi. Allah bilan qasamki Allah sizni mangu rasvo qilmaydi. Mangu rasvo qilmaydi. Qaranglar, Hadice anamızın ne kadar hikmetlik, ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e arka taraf bulunduğun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kattığı gam yap, konuda endişi boğan vaxtlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e taqdak yülençik bulunduğun anamız Hadice radıyallahu anha qaranglar. Hazırkı erlamu, hazırkı ayallamu, muş Hadice anamızdan ügünüş gerek. Erlerge her qanday qiyinchilik, erlere her qanday qiyinchilik duch kelsa, ikkilanmasdilla erleriga munda yordam qila oladigan, ishonish bera oladigan, erlerini to'g'ri yo'lga yetaklay oladigan shundaq bo'lish kerak. Alloh taolaning shunda ayollarni tilishinglar kerak va ayollarni shunda bo'lishni o'rganish kerak. Erlere bir ishni qilmay ko'ngli taolaning og'rib ya bir ishni qattiq bir ishkilni bir qiyinchilik duch kelsa, o'lmakning ustiga taqmaq qilib, ularning erleri bilan takallashib, ayarlarının beşik'e uxlab çünkü yüzündeki parça pırat şahsi garazlarında böyle öyle sokuşulduğun ayarlar nurgun. Munda ayarlar bu Müslümanlığın ahlakı emas bu. Ayarlar muş Hadice anımızdek. Hadice anımızdek muşundak buluş gerek. Her kandak muvaffakiyet kazangan erinin keynede tağdak bir ayarlı buludu deydu. Nereden kegen muşu? Bana muş Hadice anımızdan muşsuzdun kegen. Hem de Müşahedeki beşte ben ikinci ben intayin doğru da qarayman dedim yani. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben üzerimde ensarap kaldım diye ben bu mesuliyetini peygamberlikten ibaret bu katlı mesuliyetini ödüsünü çıkarmaya kalan ben bu dep ensarap kaldım digende Hadice radıyallahu anha ya Allah sizni rasva qilmaydi degan yani sizni hergiz mu kıyamet günü mançımın Adem Aleyhisselam zamanında kıyametga kadar bo'lgan mahşer xalqini oldida sizni hergiz mu Mavu peygamberlikning hududini chiqarmagan deb Alloh taolo sizni rasvo qilishni qilmaydi hergizmi? Yani demek sizni Alloh taolo hergiz tashlatmaydi. Siz bu peygamberlikni Alloh taolo sizga bu peygamberlikni sizga ato qilgan ekan, siz cho'qim 100% peygamberlikniki o'zini chiqalaysiz. Hadice radıyallahu anh bir adam suçki Hadice radıyallahu anh peygamberlikni bilmasa bu qanday olab buni peygamberning bu mas'uliyatni o'zini chiqalaydiganligini bilali dediyse yani kin Hadice radıyallahu anh naq maydonda dalilini süzüp berdi. Men siz bilan uy tutup mançını sizin ko'rgan tajribamga asoslanganda siz mundaq qilasiz. Sizniki mas'uliyetingiz bor. Siz mas'uliyatni ko'tara olasiz. Siz bu ishga haqiqatan haqli Allah taolo sizni to'g'ri tanlabdi deganni ko'rsatdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qancha qisiltini so'zlaydi Hadice anamiz. Nima da'vatidi? Innaka latasilur rahima. Siz haqiqatan sil rahmini ulaysiz. Siz urug'tiqallar intan yaxshi muomala qilasiz. Urug'tiqallar bilan bo'lgan sil rahm munosabatini siz davomli bog'lab ulab turasiz. Hergiz urug'tiqallar bilan munosabatni uzatmaysiz. Birinchi xislat. Ve tahmilul kel. Siz ig'irlikni, yukni ko'tarasiz degan, ya'ni ailening ig'irchiligini ko'tarasiz va jamiyatdagi g'irib g'urba, ya'ni o'zi ish qilolmaydigan, boshqalarga yuklab qolgan, boshqalar orqali qilinmasa, ishlarni qilolmaydigan jami'i g'irib g'urba, tulg'otin faqir miskinlarning ishlarini siz qilib bilasiz. Ve teksibul ma'dum. Ve teksibu el ma'dum. Yani ma'dum deganning bu yerda ma'dum degan ma'nosi asli yo'q mal degan gap. Yani el malul ma'dum degan bo'ldi. Yo'q mal. Yani yo'q malni siz kasb qilib boqib berasiz degan gap. Nima degan gap? Yani kishilarning yerda pul mali bo'lmasa, siz o'zingiz bo'lsa birsiz, agar bo'lmasa o'zingiz ishlab pulni tepib ash odamning yanida yo'q bo'lgan malni siz boqib berasiz degan bo'ldi. Ve tuksibul ma'dum deb bunda yana bir iborat mı bor? Ikki ma'nosi o'xshaydi asosi. Tuksibu deb kelganda siz boshqalarning qilishida bo'lmagan malni boshqalarga berasiz degan ma'nosi bor. Yeni bir ma'nosi tuksibul ma'dum deb kelganda ma'nosi degan bo'lganda, ya'ni boshqalar hacetini so'rab kelganlar, belak odamlarning hacetini so'rasa ololmaydigan, topolmaydigan malni
sizning qishingizni topalaydi. Bir adam mesela gelsek başkalarının mal yarım so'rab kelsa 1 riyal, 1 koy bersa, sizin so'rab kelsa 1000 koy bersiz degan gap emas. Endi yeni bir ma'nosi shu deganda va taksibul ma'dum degan, yani ma'dum degan asli mu'dim degan ma'noda. Mu'dim, a'dama yu'dimu. A'dama deb kelgan vaqtida fi'l sulasi mazid babındaki af'ala yuf'ilu babının hamzasi salaf uchun keladi. Ya'ni bo'lishliq fe'lni bo'lishsiz fe'lga aylantirish uchun keladi. Ya'ni ma'dum degan gap, ya'ni mu'dim degan gap nimasi? Pul moli yo'q odam. Faqir degan bo'ldi. Ya'ni siz namrat, pul moli yo'q odamlarga kasb qilib, atoydan ishlab pul molni bag'ib tebirsiz. Va taqri'ad-dayf. Mehmonga hurmat qilasiz. Birinchi xislat silah bilan ulaysiz, ikincisi aholinin ig'ilishligini ko'tarasiz, uchinchisi faqirlarga pul mal kasb tebirsiz. Üçüncüsü, dördüncüsü mehmonni hurmat qilasiz. Dördüncüsü mehmonni hurmat qilasiz. Beşincisi ve tu'inu ala nawaibil haqqi. Haq tarafdan kelgan hodisalarga tu'in yordam berasiz. Ya'ni haq tarafdan kelgan hodisalar degan gap, yani umumiy shakllik balay ofatlar kelib qolsa, xuddi hozirgi masalan Turkiyada yuz bergan, Suriyada yuz bergan mush yer tavlash ofatidek bunda tabiiy ofatlar kelib qolsa, yoki vabo korona vaqtida kasallikda ofatlar kelib qolsa, shunday vaqtlarda siz yushunib uyda o'tirib olmay, balki oldingi hisobga chiqib shu yerda fidokorlik bilan ishlaysiz. Fidokorlik bilan boshqalarga qiyinchilik qilganlarga yordam berasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush sifatlar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik kirishdan burunmu mush sifatlar hammasi bor ekan. Shu hadis radhiyallohu anha sizda mushundaq isil sifatlar bor. Sifatlar bor. Sizni Alloh taolo hargiz rasvo qilmaydi. Siz bu payg'ambarlikning hududidan chuqum chiqa olasiz dedi. Chuqum chiqa olasiz dedi. Bunda ishonchi ato qildi. Endi mayadiki yine inchki bir nokta hozir shu Turkiyada bu yer tavlayotgan hamma meylemning xarimizda bor. Shuning uchun har qanday bir tabiiy ofatlar, tabiiy desam uchak sulab ofat degan emas, hamma har qanday yaxshilik, yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'ldi. Taqdirsiz qil tavrimaydi. Demakchi uni yana umumiy jamoat kelgan, hammadan kishi kelgan, bunda xafalıqlamaydi. Balay ofatlar kelib qolgan vaqtida o'zimizni jonini saqlamsak olmaydi deb turmay, shu vaqtida boshqalarga yordam qilganlik degan ajoyib ulug' ibodat. Bu degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng go'zal axloqlaridan. Shuning uchun mush axloqlarni o'zimizga mujassamlashimiz kerak. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Şunu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni Khadija anamızın tağısının oğlu Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza degan tağısıniki oğlunun yanına elip geldi. Ve kana imra'an qad tanassara fil cahiliyye. Bu Varaqa degan kişi cahiliyet zamanında bu müşriklerin butperestlikini taşlap Nasara diniga, yani Hristiyan diniga kelgen bir adam idi. Ve kana yaktubul kitabel ibraniyye. Bu kişi İbranca xat yazaletdi. İbranca yazıqda xat yazaletdi. Feyektubu minel İncili ma şa'allahu en yektub. Yani İncil'den Allah halgını, Allah yazışını halgan şeylerini, İncil'den Allah yazışını halgan şeylerini yazattı. Yani yeni bir rivayette yani bu zat İbranca xat yazaletdi. İncil'den Allah halgan şeylerini İbran tilde yazattı. Yeni bir rivayette Arapça yazattı. İncil'den Allah halgan şeylerini Arapça yazattı. Demek bir yerde bir inçkin bir nokta var. Tevrat İbran tilinde nazil olan. İncil Süryan tilinde nazil olan. Kur'an Arap tilinde nazil olan. Yeni bir gap İncil diyen kitap ne mi? Yazıp okumasa ya da ağlamaydıkan bir kitap diken. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
Ve laqad yassarnal Qur'ana lizzikri fehal min muddekir dedi. Biz Kur'an'ı yatlaş için asan kıldık. Kur'an yatlaydık Allah'ım dedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yeni bir hadiste enaciluhum suduruhum. Bu ümmetniki İncil'ler yani kitapları hemmesini ister kalbede. Hemmesi kitabını yadadı buladı. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'in yatlaşqasan. İncil degan kitabını yada qılım etken. Yadamakta esken. Şunun için onu yazdıqan gepken. Bu kişi İncil'ni Süryan tilinden İbran tiliga tercüme qilib örüp yazatdı. Veya ki Süryan tilinden Arap tiliga örüp yazatdı. Varaqani qitqaş. Ve kana şeyhan kebiran qad amiya. Bu kişi qarğulab qalgan bir yaşınıp qalgan bir qira adam idi. Faqalat lahu Hadice ya ibn am isma' min ibni akhik. Hadice radıyallahu anha onun dedi ki ey tağamның oğlu senin qarindişinin oğludan anla. Yani qarindişinin oğlu kulak sal. Neme deydi onun gepini anla demekçi. Endi qarindişinin oğlu dedigine bunun iki xil ihtimallıqı var. Bir ihtimallıqı yani qarindişinin oğlu dedigine yani hürmet yüzüdün. Yani senin brother'ının oğlu yani bir Quraysh'tin sile. Bir Quraysh'tin bolğandykin sile qarindaş brother'ınız oğluna Allah deb hürmet yüzüdün degeni yoki demek oğlunu Varaka'nın üçüncü boğusu yani Varaka ibn Nevfel ibn Esed ibn Abdul Uzza. Abdul Uzza degeni Varaka'nın üçüncü boğusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dördüncü boğusundan bir tukanken yani Resulullah'ın dördüncü boğusu kim? Resulullah Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdülmuttalib Haşim'in oğlu, Haşim Abdümanaf'ın oğlu. Yani Abdümanaf'ın bir tukanken Abdul Uzza. Yani Abdul Uzza ile Abdümanaf bir tukan boğandıkken şunu gözde tutup Hadice radıyallahu anha yani senin bir tukan onun oğlu. Demek senin bir tukunun oğlu qarindişinin oğlu kulak sağaldı. Faqala lahu Varaka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Varaka dedi ki yebne ahi maza tara. Ey qarindişinin oğlu maza tara sen ne mi kuravatı sen? Sen küzenge ne mi kurnuvatıdu? Bunu sözlen. Fa akhbarahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem habara ma ra'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Varaka'ya özünün köygen işlerini deppedi. Faqala lehu Varaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Varaka mındak dedi. Hâzen nâmusullezî nezzelallahu ala Musa. Yani bu Allah Teala Musa aleyhisselam'ı düşürgen sırdaştır. Sırdaş. Yani Allah Teala'nın sırrını saklaydıgan Allah Teala'nın sırrını Allah Teala buyurgan adamdan başka hiç kim yetkizmeydigan sırdaş. Anladın? Yani kim demekçe? Cibril aleyhisselam ne demekçe? Cibril aleyhisselam demekçe. Allah Teala Musa aleyhisselam'ı düşürgen bir haberci. Allah Teala'nın sırrını yetkizdiğin bir perişte var. Yani veysini yetkizdiğin bir perişte var. O perişte var Cibril aleyhisselam. O Cibril aleyhisselam'ı Allah Teala Musa aleyhisselam'ı yetkizgen şu perişte müşriken demekçe istemdi. Ya leyteni fiha ceza'a. Kaş ki men fiha diyen şu küller yani şu senin bu şu vey şu veyni başkaları yetkizüş küllerinde demekçi. Şu davetli başka yetkizüş küllerinde. Ceza'an diyen ceza diyen gep işte paklan diyen gep nait yani yaş koy yani şaş koy diyen bu yani nait şaş bozam şu. Kaç ki men şu sınıf peygamberlikin kuşlanıp şu peygamberlikini başkaları yetkizip atkan küllerinde demekçi. Şu küllerde bir yaş bolsam şu, yaş bir sağlam halatı bolsam şu, kuşluk halatı bolsam şu. Leyteni akunu hayyan iz yukhrijuka kavmuk. Belki yaş bolmasam mı demekçi. Aqaç qır bolsam mı? Senin kavmin seni çıkırıvetke vaxtıda bir hayat bolsam şu kaşki. Hayat bolsam, tirik bolsam şu. Dep şunda dedi. Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve muhriciyyahum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki meni ulu çıkırıvetama yurtumda meni çıkırıvetama dedi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni hemmesi Muhammed emin de maktiş etti. İşencelik Muhammed.
Hammasi intayin Peygamber sallallahu güzel ahlak bilen hatta peygamberlik kirishdan burun şuncha qattiq yaxshi ko'radi. Peygamber sallallahu ahlakı intayin güzel bo'lganligi uchun. Peygamber sallallahu shuni ishlanmay qoldi, ishongisi kelmadi. Buni shu qavm shunday yaxshi ko'radigan tursa, shunday yaxshi ko'radigan tursa, meni uli chiqib atama. Shuning uchun bu yerning yeni birinchi nokta, birinchi nokta. Her bir adam yakın yo'qlarga atraf apcho'g'islik odamlarga diqqat qilish kerak. Shu odamlar buni yaxshi ko'ramdi, yaxshi ko'rmamdi. Ular hamma odam buni yaxshi ko'rganligining nimaning alomati? Buning go'zal axloqining alomati. Agar hamma odam bunidan ansirab, bunidan qo'rqib, shuning uchun shular yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi. Shuni qarasangiz, sizning axloqingiz qanchalik saviyasi ma'lum bo'ladi. Varaqa dediki, "Na'am." Şundak çıkırtıdı. Lem ya'ti raculun qattu bimisli ma ji'te bihi illa udiy. Sen elip kelgen nersini her kandak kişi elip kelsila. Sen elip kelgen nersinin okuşunu her kandak kişi elip kelsila. Udiye degan düşman tutuldu. Anladın? Yeni bir şekilde tercüme kılsak. Sen elip kelgen nersinin okuşunu hiç kim düşman tutulmasını elip gelenmedi. Elip gelgini yok diyen bunda iş kılmaz. Yani bana bir tercüme şekli iş kıl. Ve yudrikni yevmuke ansulke nesran muazzara. Eğer beni senin günün yani senin peygamberlik küllerin tapsa idi ansulke nesran muazzara. Sana intayin küçlük bir yardımını kılgan bulattım. İntayin küçlük bir şekilde yardım kılgan bulattım sana. Yani beştiki seni kavmini çıkarvatkan çağda hayat boğan bolsam dedim kaç ki sana kattık yakından yardım boğan bulattım. Seni kollap kuvvetligen bulattım dedi. Şunun için Varaka radıyallahu anhu deyimiz. Varaka şu vakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ben sana bu kabul ettim, yarım kabul ettim degenlik için Varaka'nı biz Müslüman oldu deb qaraymiz. Bir. İkinci Varaka anda başka nasır aladık, nimeni özgertip atkan, İsa Aleyhisselam'ın yolunu özgertip atkan nasır aladı olmasın. Belki İsa Aleyhisselam'ın yolu ne? Tutup gelgen. Toğul yoldaki nasır aladıydı. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın kitabı da İncil'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ahir zamandaki Peygamber'den haber vergen. Yani Ben İsrail bana iman ettinglar. İncil kitabına iman ettinglar. Ve mendinkin kiledigan Ahmet isimli peygamberge iman ettinglar deb bişaret aldılar, bişaret bergen idi İsa Aleyhisselam. Bana şu yolunu taşlap atmay tutup kelgen kişilermi ba idi ta peygamberden zamanı kişi. Ulardan bir kim idi? Varaka idi. Varaka. Salman Farsi radıyallahu anh'u şundak toğulu tutup kelgen Nasara alimleri arkalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in alametini elip Medine-i Münevver'e kelip pul bulup sedilip uzun kısa kelip ahirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den didar kürşep Müslüman boğan idi. Thumme lem yenşeb varakatu en tuffiye. Andın kin yani bu şu vakalikten kin varaka uzun ötmeyi vefat etdi. Yani en tuffiye degen bir en mastarlı yani lem yeteakhar vefatuhu degen boldu. Yani Varaka'nın vefatı uzak kıvamıdır. Uzun bama vefatlap geldi. Ve feteral vahyu. Vehiy suslap kaldı. Yani vehiyinin suslap kalışının sebebi birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vehiy katı tuyuğuz desept kelgendikin bek tuyuğsuz şekilde uçtum şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bek bir ilgili geldi. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir az hatırcam bulsun. Bir az bir turaklı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in keyfiyatı bir az turaklı çuvasın. Az turaklı şuvasını deb to'xtab qoldi ve yeni bir deganda Peygamber sallamni ihtiyottat qilib vehini bir sig'insin. Tazir bir shu sig'ingandan keyin undan keyin aqma qizib ketsa u joqda boshqacha bo'ladi. Deb shundoq rivoyat kelgan. Endi mana mushu hadisning mushagicha bugungi darsimiz mushagicha bo'ladi. Endi bugungi bu darslardan
aladigan ibretler hemmesi uçuk ilgili sözler bitildi. Hemmesi sözler bitildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy kelişleri yani bu biz Peygamber sallallahu vahiy qandoq keladi degan bir babda şu üstü to'xtab o'tib ketib boramiz. Peygamber sallallahu vahiy mana mushundoq kelgan. Peygamber sallallahu ba'zida qo'ng'iroq şekilde qo'ng'iroqning ovozidagi jiringlagan şekilde keladi. Eng ig'ir vahiy bo'ladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy kelganda shundoq qalbdan so'qladi vahiy kelsa Peygamber sallallahu ta'tiklab ketadi. Intayin vahiyning intayin vazninin hayvetining ig'irligini ko'rsatdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy ba'zi chaqda Andesep Cibril Aleyhisselam bazı çağda ilgili kesti, bazı çağlarda bir Adem'in sürdülüp geldi dedi. Yani bir hadiste Dihetil Kelbi kişi, namlık bir şairlik bir kişi varken şu kişinin sürdülüp geldi dedi. Hem de hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi vahiy Andesep'te Hira gardı kelgen, Andesep'te nazil olan Kur'an'ın ayeti İkra bismi rabbikellezi halak. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manın ikinci hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bunun ikinci hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bunu da devet edildiğin. Yani Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh rivayet. Peygamber Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh vahiyniki yüzlük qalgan hakkında hadis sözlep faqal hadis sözlep mundaq dedi. Bir hadisi. Yüzünün hadisi de. Şu hadisinin devamında mundaq dedi deydi. Ya ki Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh vahiynin üzüp qalgan hakkında sözlep mundaq dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu üzündeki hadisi de Peygamber aleyhisselam bizge munda dep berdi. Beyna ana emşi semi'tu savtan mines sema men şundaq ketip atsam asmandan bir avazını anladım. Küzümni şundaq asmanı ko'tarib qarasam şu Hira g'arida aldım kelgan pirishta shuken asman bilan zaminning arasida bir kursi bir o'rindiqda o'tiribdi. Faru'ibtu minhu unutni qattiq qo'rqib ketdim. Ammening ailemga keldim. Faqultu zammiluni meni yugab qo'yinglar dedim. Shu vaqtda Alloh taolo ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir degan oyatdan va ruzza fahjur degan oyatgacha nozil qildi. Fahamiyal vahyu vahiy shuning bilan vahiy qizib ketdi, yani ko'payib ketdi va tataba aqmog'i tushib o'tdi. Yüzlük qamidi demekçi. Yani endi demekçi oğlumuz bu şey hadislardan bu 4. hadis. Endi bu hadisine Yahya ibn Bukayr degan İmam Buxorining ustozi şu hadisine rivoyat qilgan. Bas İbn Shihab Zuhriydan bu hadis ikki xil yo'ldan kelgan. Ikki xil yo'ldan. Biri İbn Shihab Urvadan Urvatun Zübeyir Ayşe radıyallahu anh rivayet qilgan. Yeni bir yo'li bo'lsa Zuhri buni Abdurrahman ibn Avf'ning balasi Abdurrahman ibn Avf'ning balasidan Abu Salamat ibn Abdurrahmandan Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh bunda. Yani ikki xil yo'ldan kelgan. Shu ikki birinde Cabir radıyallahu anh kelganda ma qismi ziyoda edi. Yani ma shu qismi ziyoda. Endi bizning bu yerdan oldigan nimamiz dastlabda har qanday dinni taqdiman demoqchi bo'lgan odam, har qanday dinni men rahbar bo'laman, din xizmat qilaman demoqchi bo'lgan odam dastlabda o'qish kerak. O'qib bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Yetkazish kerak. O'qiganni yetkazish kerak. Shunga birinchi qatim o'qu degan gap nozil bo'ldi. Ikkinchi qatimda nima qil? Ondan tur. Ya ayyuhal muddassir adiyalga yapınca yögün olan peygamber onundan tur fa'anzir degan onundan turup kavmini agahlandır Allah'ın gazabından agahlandır degan muşu mazmundaki ayetler ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir ve rabbeke fekebbir senin perverdigarını ulugla ve thiyabeke fetahhir kimini pakla kimini pakla ve ruzze fahjur bu ibadet necisini taşla degan muşu ayet nazil bo'ldi. Yani bu yani yetkiz demekçi. Yetkiz demekçi. Şunun için evvel o'qish, ondan keyin yetkizish kerak. Alloh taolo hammalarni mush hadisga amal qilinish qilsin. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu taala va sallam ala xayri xalqihi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.